Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Uyghur irqi qirg'inchiligini Shvetsiya parlamentiga qabul qildirish va Shvetsiya hukumatining Uyghur irqi qirg'inchiligini to'sib qilish va Uyghur majburiy emgakka chetishlik mahsulotlarining Shvetsiyaga import qilinishining oldini olish uchun maxsus qonun tadbirlarini yo'lga qo'yishni qo'lga keltirish maqsadida Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligi tarafidan birlikda uyushtirilgan va 24 aprel boshlangan Shvetsiya Uyg'ur haftalik faoliyati bugun 5-kuniga qadam qo'ydi. 27 aprel kuni kechda Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Stokgolmda Shvetsiya Uyg'urlarga nima ish qilib beralaydi degan temada muhokama yig'ini o'tkazdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Stokgolmdagi xizmat binosida o'tkazilgan muhokama yig'iniga Shvetsiya parlamentining a'zolari, kishilik huquq tashkilotlarining vakillari va Shvetsiyada yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining koordinatori Kristina Abdullah xonimning riyosatchiligida o'tkazilgan muhokama yig'iniga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Shimoliy Yevropa direktori Manis Molandir, lager shahidlarimizdan Qalbinur Sidiq, Sayragul Savutbay va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Ayarkillar doklad berish uchun sahnaga taklif qilindi. Dolqin Aysa apandim yig'inning ichilishida qilgan so'zida nuqtali holda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan chegara halqan bostirish siyosatlari haqida to'xtaldi va Shvetsiya hukumatining Xitoyning Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarga qaratib kelgan chegara halqan ziyonkashliklari, turli besim va tahdidlarga qarshi jiddiy shaklda qo'g'dash tadbirlarini yo'lga qo'yishining to'liq zarurligini ta'kidlab o'tdi. Özünün çədəlgi hicrat qılıb çıqqandan buyan izchil turda Xitayning ta'qib qilishiga, besim va tahdidlarga, shundaqla turli siyosiy töhmatlarga duchor bo'lib kelganligini eslatib o'tgan Dolqin Aysa apandim 1999-yili Xitoy Xalqaro saqchi tashkiloti, ya'ni Interpol orqali o'zining ustidan terrorist degan töhmat bilan qizlaranglik tutish buyrug'i chiqargandan keyin xili uzun yillargacha erkin sayohat qilish huquqidan mahrum qolganligini, o'zining Koreya, Hindiston, Amerika, Turkiya, Italiya qatorliq davlatlarga qilgan ziyorati jarayonida tutqun qilinib, Xitoy qaytarilib berish xavfiga duch kelganligini va Germaniya hukumatining jiddiy diplomatik tirishchiliklar bilan xavfdan qutulib qolganligini. Gerçi xalqaro saqchi tashkiloti, ya'ni Interpol 2018-yili o'zining ustidan chiqargan tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning o'ziga qaratgan töhmatlarining davom qilib kelganligini ifoda qilish bilan birga, chet ellardagi Uyg'urlarning, bo'libmi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining o'zi bilan o'xshash taqdirga duch kelayotganligini, Şun Shvetsiya va boshqa g'arb demokratik ellarning Xitoyning bu xil chegara halqan bostirish siyosatlariga qarshi unumli tadbirlarni yo'lga qo'yish lozimligini eskartib o'tdi. Lager shahidlarimizdan Qalbinur Sidiq va Sayragul Savutbay xonimlar yig'inda qilgan so'zlarida hozir qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining 10 davlat tarafidan rasmiy holda qabul qilinganligini, Amerikada Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni, Uyg'ur kishilik huquq qonuni qatorliq ko'plagan qonunlarning chiqarilib ijro qo'yilayotganligini, Şoň dünýäniň äň demokratik döwletlerining biri hesaplangan Şwetsiýanyň Amerika başçylygyndaky ellerden ülgelip, Uýgur irqi qirgynçylygyny qabul qılıp maxsus qarar çykaryşyny we Uýgur mejburi emgekiniň aldyny aliş üçin maxsus kanun tedbirlerini ýolga goýyşyny ümit kıldyganlyklaryny bildirişdi. Stockholm wagty 18:20-den 20-ge kadar dowam kılgan muhakeme ýygynynyň bütün jarýanyny stansiyamyzyň YouTube kanalyndan tolyk görä alaysyz. Onundan başqa yana Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Shvetsiya Uyg'ur birligi tarafidan birlikda uyushtirilgan Shvetsiya Uyg'ur haftalik faoliyatining eng muhim tarkibiy qismi bo'lgan Uyg'ur yoshlarini xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari bo'yicha tarbiyalash kursi bugun, ya'ni 28 aprel kuni tushdan keyin Stockholm shahrida rasmiy boshlandi. Bu qitimqi kursga Norvegiya, Shvetsiya, Finlandiya, Germaniya, Italiya, Belgiya qatorliq davlatlardan kelgan 40 nafardan ortiq Uyg'ur yosh faoliyatchi qatnashdi. Stockholm vaqti tushdan keyin soat 14 da boshlangan kursda kursantlarimizga oldi bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan ingliz ishlangan va qurultayning barliq kelish jarayoni va ilib berayotgan faoliyatlar tonishtirilgan qisqacha video ko'rsatildi. For almost 20 years, we have worked around the clock to promote Uyghur human rights at national governments and international institutions. Our experienced staff engage with policymakers and civil society partners worldwide to advocate for and shape relevant laws and policies. Arkadan içiliş nutqı qılgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandim, qurultayning 2005-yildan buyan izchil davamlashtirib kelayotgan Uyg'ur rahbarlari va Uyg'ur faoliyatchilarini demokratiya va kishilik huquq bilimlari bo'yicha tarbiyalash kurslarining maqsadi va ahamiyati haqida to'xtaldi. Dolqin Aysa apandimning so'zidan keyin qurultayning bayonotchisi va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumrat Erkin va qurultay yoshlar komitetining mudiri Erkin Zununlar Dunyo Uyg'ur qurultiyi va uning xalqaro sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari,
qurultayning tashkil qurilmasi haqida tushuncha berib o'tdi. 30 aprelgacha jami 3 kun davom qilgan kursda yoshlarimizga chet ellik va uyg'ur mutaxassislar tarafidan xalqaro qonun, diplomatiya, xalqaro siyosat bilimlari, shundaqla Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyati, uyg'ur davosining xalqaroliq yuzlanishi, chet ellarda ilib berilayotgan milliy ko'rishimizning o'tmishi va buguni qatorliq keng mazmunlarda leksiyalar berildi. Dünya Uyghur Qurultayının bayanatçısı, Qurultay Berlin işxanasının direktori G'ayur Qurban Efendimning dunyodagi eng chong ximiya şirketi bo'lgan Germaniyaning BASF şirketining Qurultay Berlin işxanasının direktori G'ayur Qurban Efendimning dunyodagi eng chong ximiya şirketi bo'lgan Germaniyaning BASF şirketining 27 aprel Mannheim shahrida o'tkazilgan yillik aksiya egilari qurultayda qilgan so'zida mazkur shirkatning Uyg'ur majburiy amkiga sherik bo'lish bilan ayblashi yig'inga qatnashgan minglagan vakillarning kuchli diqqatini qo'zg'adi. Dunyodagi eng chong ximiya shirkati BASF shirkatining Korli shahrida Xitoy shirkatlari bilan sheriklashib ta'sis qilgan ishki zavodi bor bo'lib, BASFning Xitoy sheriklari ochiq oshkor holda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni qul emgakchi qilib ishlatish programmasiga aktiv ovoz qo'shgan va ichkari o'lkalarda cheklangan xatarli ximiya mahsulotlarini ishlab chiqarish ishiga Uyg'urlarni ishlatgan. Bu sebepten BASF şirketi Dünya Uyghur Qurultayının ve xalqarалық kişilik hukuk teşkilatlarının güçlük narazılığı uçurab kelgan edi. G'ayur Qurban Efendim BASF şirketining 27 aprel Mannheim shahrida o'tkazilgan va necha minglagan kishi qatnashgan yillik aksiya egilar qurultayga taklif bilan qatnashib, Uyg'urlarga vakolatan so'z qilish fursatiga erishdi. G'ayur Qurban Efendim qilgan so'zida BASF şirketini Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga sherik bo'lish bilan tanqidladi. Ve mazkur şirketden Sharq Turkistonda ta'sis qilgan zavodlarni darhol taqash va Xitoy sheriklari bilan bo'lgan hamkorligini to'xtatishni talab qildi. Kanadaning emgak ministri kelar yili bir qo'shimcha qonun chiqarib, majburiy emgak mahsulotlarining Kanadaga import qilinishiga xotim berdiganligi haqida va'da bergan. Kanadaning Yer shari va pochta gazetining xabariga qaraganda, yuqorqi bu qo'shimcha qonun Xitoy hukumatining majburiy emgak siyosatining ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'urlarga yordam qilishni maqsad qildi ekan. Kanada emgak ministri Seamus O'Regan Yer shari va pochta gazetining ziyoratini qabul qilganda, bu qo'shimcha qonunning Kengash palatasida ko'rilayotgan S211 qonun loyihasiga qo'shimcha qilinganligini bildirgan. Yuqorqi qonun Kanada shirkatlari va hukumat organlarining ta'minlash zanjirlaridagi majburiy emgakni oshkora doklad qilishni talab qilgan qonun loyihasi bo'lib, uning ma'qullanish ehtimolligi yuqori ekan. Dunyo Uyg'ur Qurultayi bu vaqtda Twitterda qilgan bayonotida yuqorqi bu qonunning Kanada shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgakining foydasiga sherik bo'lishining oldini olishdagi muhim qadam bo'lib qolganligini bildirgan. Angliya BBC radio televiziyasining xalqarada Şinjan saqchi hujjatlari deb e'lon qilingan zo'r hajmlik tekshirish doklati haqida ishlagan maxsus xabari Xalqaro kechirim tashkilotining 2023-yillik axborot mukofotiga erishgan. Xitoyning tutib turish lagerlariga chiroylar deb mavzu qo'yilgan bu programma BBC televiziyasining tonilgan muxbiri John Sodworthning avtorligida tayyorlangan bo'lib, bu filmni ishlab chiqaruvchilar qatorida yana Shveysariyadagi Uyg'ur tadqiqotchi Nerula Eliman bor ekan. Xitoyning jazo lagerlariga chiroylar nomli programma 2022-yil 5-oyda BBC radiosi tarafidan e'lon qilingandan keyin zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Mazkur zo'r hajmlik maxsus xabarda Sharq Turkistondagi lagerlar qamalgan 3000 ga yaqin tutqunning foto surati, Xitoy soqchilarining lagerlarda qanday xizmat qilganligi haqida naq maydondan tortilgan suratlar, lagerlarni idora qilishga doir qat'iy maxfiy deb nom qo'yilgan hukumat hujjatlari to'liq jonliq o'tirib qo'yilgan. Ma'lum bo'lishicha, BBCning bu keng ko'lamli xabari yillik axborot mukofotining raqamli taratquq qo'llanish turi bo'yicha mukofotga loyiq ko'rilgan. Xalqaro kechirim tashkilotining donliq axborot mukofoti o'tgan bir yil bo'yicha e'lon qilingan va tarqatilgan eng yaxshi kishilik huquq axborotchiligini bog'lab chiqadigan mukofot bo'lib, uning 2023-yillik mukofot tarqatish murosimi 26 aprel kuni kechda Angliyada o'tkazilgan. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Allohga omonat.